nimalarga qiziqdingiz, nimalar qilmoqchi bo'ldingiz va nimalardan voz kechib buni qildingiz? O'zi birinchi qiziqqanim shu yo lomboz, poliestir lomboz yoki pena yoki bazalt. Sizlar qiziqqanim o'zingizda usta hammasi tayyor, kelyapti, turib bir kunda ish bitib ketyapti. Menda o'zi vaqt yo'qda. Shanba oddiy uyda bo'lsam, bir xabar bo'lmayman. Bazalt oladigan bo'lsam, tepasi turish kerak, uni vaqt ketadi bo'ladim. Buni bir kunda qilganim menga o'g'itni bo'ldi. Tez kelib shuni turishdi, quyishdi. Ketishib ketishdi. Keyin betingiz ancha issiq, anaqa bormi deyman, dimoxodda turbalari bormi deyman? Yo'q, bunda yo'q. Tunkani issiq ostida turibdi. Yozda ham dahshat issiq qizdirganda. Yozda kirib bo'lmaydi. Buni tegi nima edi yozda? Mana tegimiz. Beton o'zi edi. Tabrazli plita edi, yupqa edi. Buni yaqinda qildingiz, to'g'rimi? 5-6 kun ichida rezultat sezmaysizmi? Endi to'g'risi aytsam, kun hamcha sovuq ham tushmadi, lekin sovuq tushgan paytda kecha yomon sovuq bo'ldi. -1larda sezdim. Menda o'zi o'tgan yilga nisbatan qaraganimda patologik muzdek bo'lib turardi. U muzdek yo'q. Qonun temperatura bo'ldi, sezildi. Uy mana 5-6 kun o'zida effekt sezildi. Da. Zo'r. Aka, bu poliestirol lombozimiz manfaatli bo'ldi, to'g'rimi? Bizani qayerdan topdingiz? Instagram. Aka, Dalimotiga ko'ryapsizmi? Siz like bosgan edingiz, akamga yetib keldi. Otabek aka, endi bu safar sizni galingiz, like обязательно bosib qo'ying. Keyingi odamlarga yetib borsin va ko'pchilik uchun manfaatli bo'lsin. Eng asosiysi, sizni issiq sovugingizni o'ylayotganlardan yomon gumonda bo'lmaysiz. Bizdan kuzatishni davom etasiz. Qurilish qilayotgan yoki izolyatsiyadan ozod chekayotgan do'stlarga tashlab qo'ysiz, ular uchun manfaatli bo'ladi. Assalomu alaykum.